Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda asosiy trigonometrik ayniyatlarni ko'rib chiqamiz. Bizda to'g'ri burchakli 3 burchak berilgan. To'g'ri burchakli 3 burchakda bu burchakni masalan alfa deb olsak. Bunda sinus alfa degani o'zi nima? Sinus alfa bu alfani qarshisidagi katitni gipotenuzaga nisbatan bu sinus alfa deyiladi. Kosinus alfa nima bo'ladi? Kosinus alfa bu alfaga yopishgan katitni b ni gipotenuzaga nisbati. Tangens alfa. Tangens alfa bizda qarshisidagi katitni, alfani qarshisidagi katitni alfaga yopishgan katitga nisbati. Katangens alfa. Katangens alfa bizda yopishgan katitni b ni qarshisidagi katitga nisbati. Endi tangens alfani qayta yozib olamiz. Tangens alfa bizda a taqsim b. Kasrlarda suratni ham mahrajni ham bir xil songa ko'paytirsa ham, bo'lsa ham bo'ladi. Shuning uchun biz mahrajni ham suratni ham c ga bo'lib olamiz. Bunda bizda ko'rinib turibdiki a taqsim c degani a taqsim c bizda sinus alfa bo'ladi. b taqsim c kosinus alfa bo'ladi. Shu ishni katangens alfa bilan qilsak, bu b taqsim a bo'lgani uchun bu bizga kosinus alfa taqsim sinus alfa bo'ladi. Endi yozib olamiz. Pifagor teoremasi bo'yicha katitlarning kvadratlar yig'indisi bizda gipotenuzaning kvadratiga teng. Tenglikning ikki tomonini ham c kvadratga bo'laveramiz. C kvadratga bo'laversak, birinchi tomonni xatma-xat bo'lamiz. A kvadrat taqsim b c kvadrat plus b kvadrat taqsim c kvadrat teng c kvadratni c kvadratga bo'lsak, bunda bizda 1 kelib chiqadi. Kvadratga. Endi alohida yozib olsak, a taqsim c ni kvadrati plus b taqsim c ni kvadrati bu 1 ni beradi. A taqsim c bizda sinus alfa. Shuning uchun yoza olamiz. Sinus kvadrat alfa plus b taqsim c bu kosinus bo'lgani uchun kosinus kvadrat alfa teng 1. Trigonometriyada ishlatiladigan asosiy formulalardan birini isboti shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi biz bildikki, tangens alfamiz bu sinus alfa taqsim kosinus alfa. Katangens alfa bu kosinus alfa bo'lingan sinus alfa. Endi tangens alfa ko'paytirilgan katangens alfa bizga nimani beradi? Yozib olamiz. Tangens alfani o'rniga qo'yib olamiz. Sinus alfa taqsim kosinus alfa ko'paytirilgan kosinus alfa taqsim sinus alfa. Kosinus alfalarni sinus alfalarni qisqartirib olsak, bizda 1 qoladi. Bundan ko'rinib turibdiki, trigonometriyada eng ko'p ishlatiladigan asosiy formulalardan ikkinchisini isboti kelib chiqadi. Katangens alfamiz bu 1 ga teng. Bu bizda ikkinchi formula. Endi birinchi yozib olgan formulamizni qayta yozib olamiz. Bizda birinchi yozib olgan formulamiz sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1 edi. Tenglikning ikki tomonini ham kosinus kvadrat alfaga bo'lib olsak, xatma-xat bo'lamiz. Birinchi tomonni sinus kvadrat alfa bo'lingan kosinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa bo'lingan kosinus kvadrat alfa 1 bo'ladi. 1 taqsim kosinus kvadrat alfa deb yoza olamiz. Sinus kvadrat alfa bo'lingan kosinus kvadrat alfani sразу yozib olsak, tangens kvadrat alfa deb yozsak bo'ladi. Tangens kvadrat alfa plus 1 bizda 1 taqsim kosinus kvadrat alfa. Xuddi shunday sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng 1ligidan ikki tomonni sinus kvadrat alfaga bo'lib olsak, bizda 1 plus katangens kvadrat alfa teng 1 taqsim sinus kvadrat alfa degan formula kelib chiqadi. Mana bu bizda 3-formula bo'ladi. Mana bu bizda 4-formula bo'ladi. Bu formulalarni trigonometriyada juda ko'p qo'llaniladi.